Yandeksda ishlayotgan jigarlarim, agar sizlar bu sirni vaqtliroq bilganingizda edi, srochniy mashinalarga brend qildirib yuboradinglar. Nima uchun deysizlarmi? Brend yopishtirgan mashinaga ko'pincha aytmagan sekretim. Jalbalari uncha-munchaga ko'zini yumib yuboradi, qabul qilmaydi. Yengil mashinalar uchun 750 ming so'm bonus. Gruzovoy mashinalar uchun kamida 3 ta 4 ta zakazni qayerdan bo'lsa ham Yandex top beryapti-da, mana shu brend qilganlar uchun. Magnit brend bo'ladi. Ko'pchilik yuk tashish o'zini firmalari shartnomalari bo'ladi. Shuning uchun buni olib qo'yadi. Shartnomaga kirgan payt liniyada yurganda mana shuni o'zini Yandex Go'ni magnit qilib beramiz. Mazam akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak akalar 690 ming so'm. Shu videoga like bosib, kommentariyada plyus qoldirganlar uchun 100 ming so'm skidka. Yengil mashinalar uchun magnitga o'xshagan olinib qo'yiladigan brendimiz bor. Narxi 390 ming. Shu videoga like bosib, plyus qoldirganlar uchun 290 ming yopishtirishlari ichida. O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz, dastavkasi ichida bo'ladi. Mazami Yandexda ko'proq pul ishlashini xohlagan jigarlarga jo'natib qo'yinglar. Biz xizmatda manzil Chilonzorda hammani kutib qolamiz.